Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bizning xudo xolisi zinamiz apalibga tayyor. Manzilimiz Toshkentda, Qibray tumani Serg'ili mahallasidamiz. Zinamiz bilan tanishtirib o'tamiz. Razmerlari, balandligimiz 3.60, joyimiz eni 2.40, zinamiz 1.20 dan tushgan. 30 ga 16.5 dan tushganda mana edi 3 ta aynan zinamiz bor. Mana bu yoqqa 8 ta, bu yoqqa ham 9 ta zina tushgan. Bu yerda 1.50 sm plashatkamiz bor. Bu yerda zin ishini hisobiga borligicha plashatka qo'ydik. Shuni hisobiga. Mana bu yerda mana ko'rinishda ham kichkina anaqa bo'ladi. Xolasa tekis bo'lganligi 7 sm berganmiz, pastga ham tepaga ham. Kimga shunaqa zinalar kerak bo'lsa murojaat uchun telefon raqamimizni qoldiramiz. Ishimiz xudo xolisa sifatli. Qayerda O'zbekiston bo'ylab borib qilish xizmati bor.